Hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan uy quramiz. Qani ketdik. Xo'p, unda men kadrni biroz tezlashtirib ko'rsataman, bo'lmasa video cho'zilib ketadi. Unda mana shunaqa ustunlarni kichkina bu uyni bemalol videoda qilsanglar bo'ladi. Muhimi sizlar podishka qilib tursanglar bo'ldi. Mana shunaqa qilib olamiz. Mana bular yo'q. Bu tezlashtirilgan kadr bo'lmasa video cho'zilib ketadi. Mana shunaqa qilib olamiz. Buni bemalol videoda qilsanglar bo'ladi. O'sha cho'tki ko'rinadi. Mana bo'ldi, takoy ko'rinadi. Unda mana ustuni yopib olamiz. Mana tak. Qani billan qasib chiqamiz. Mana bu yerga oddiy tosh qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu tosh shu, lekin oddiy tosh qo'ysanglar ham bo'laveradi. Keyin oyna qo'yib chiqamiz. Shu oson, uncha qiyin emas. Mana takoy endi eshik qilib olamiz. Mana endi tomini qilishga keldik. Tomni mana shunaqa qilib, o'sha eng oson usullaridan biridir. Tilim kelishmay qoldi. Mana tom mana shunaqa qilib qilsanglar yaxshi ko'rinadi. Juda ham zo'r, tilim kelishmay qolibdi. Mana muhimi sizlar podishka qilib tursanglar bo'ldi. Jigarlarni like va obunani bosib tursanglar ham bo'ldi. Menga shu katta quvonch va katta vaqt olib keladi. Endi bularni topshirib mana takoy bu yerga versa, bu yerga pechka va mana bu yerga sandiq qo'yamiz. Mana bo'ldi, takoy. Shu oson. Juda ham oson. Mana hop, mana va bolalar bu videoga necha baho berasizlar yozib qoldiring.